Ağa bir de kim remodet bitmedi, remodet bitmedi. Gözlerine mektep taşıttı böyle. İki arabası ıslamıyor şu oldu böyle ya. Sizlar ham shunday holat tushishni xohlamasangizlar, sizlarga Kevsar Building qurilish kompaniyasini tavsiya qilaman. Nechun desangizlar, bog'cha bir adım. 4 tarafidan bolalar maydonchasi bor. Mashina qo'yish uchun parkovkadan umuman muammo yo'q. Maktabni dim yonida. Aloddin, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hamma. Aloddin ko'p odam biladi, Kevsar Building qurilish kompaniyasining rahbari. Ağa biz ana shu kadastrga chiqqan joylar bor edi, shular bilan bir tanishtirsangiz, iloji boricha bir to'lovi arzon chiqqan, oldindan to'lovi eng kam miqdorda narsalarni qilib bersangiz xalq uchun. Bo'ldi, ağa, xudo xolasa. Bu hozir 2 podyezdli domimiz. Hop. 40 xonadan bordi. Hop. 40 xonadan 30'unu sattık. Uje. Uydu sattık oldu ağa, 100%. Adına ötürü verildi. Ya. 10 tane xonadanımız kaldı. Birinci, ikinci ve dördüncü kavatlarımız da var. Kvartiralarımız. Hemmesi 2 kanalı. 1 kanal, 3 kanallarımız kalmadı. Dokumentinden muammo yo'q, xudo xolasa. Zakimet'te muamma yok. Bize de aldın adına ötürü veremiz. Keyin to'lovimiz. Ha, birinchi oldaq odamning oldina joyi o'tadi. Ötedi, keyin to'lov qilinadi. Dokumentdan o'tadi bu, to'g'rimi axir? 100% adına kadastr hujjati bilan adını ötedi. Notarius'a boramiz. Keyin notariusdan chiqib keyin to'lov qilinadi. Bu hozir 3 kanalmi, 2 Bu kanalmi? 2 kanalı. Ha, bir ko'ralkan? Genial. Bu 2 kanal bo'lmoq axir. Ava. Necha kvadrat bo'ladi bu? Bu 57,07 kvadrat metr. To'liq kadastrga chiqqani, klient nomini o'tadi. 57,07 kvadrat metr bu. Takbir sanuzel. Bu sanuzel bo'ladi. Boshxona, Hava. oshxona bu anda bu spalni, bunda zali. Eldindan masalan necha so'm to'lov etib olib biladi? Eldindan agar subsidiyasi bo'ladigan bo'lsa, 4-qavatdagi 6 dona kvartiramiz bor. Buni boshlang'ich to'lovsiz chiqarib bersak bo'ladi. Boshlang'ich bir tiyinsiz. Bir tiyinsiz. Doğru adam keladi, oluvchi bir tiyinsiz. Bir tiyinsiz. Odina o'tadi. Odina o'tadi. Keyin notarius bilan kadastr xizmati bor. Ama 2 million pul chiqadi. Uni asoscha boshdan aytib qo'yaring. Bunga 2 million, 3 million atrofida pul chiqadi. Tushunarli. Shuni to'lov qiladi, shu bilan 100% odina o'tadi. Eldindan to'lov olgandan keyin oylik necha so'm chiqadi? Masalan, ko'p odam o'sha eldindan to'lov bo'lgandan keyin buyani 10, 12, 15 million bo'lib ketadi deb o'ylaydi-da. Subsidiya bilan olinadigan bo'lsa, 4,5 milliondan 5,5 million olib chiqadi. 2 kanal. 2 kanalli. U kafil, safil degan narsalar shart emas bu narsa, to'g'rimi? Faqatgina bir pasport bilan kelsa bo'ldi. Bir pasport bilan kelsa bo'ldi. Xudo xolasa. Hujjat ishlarida shaxsan o'zim shug'ullanaman. Bir mashin bilan bir xodimimizni biriktirib beramiz. Notariusda kadastri, bank xizmatlarini birgalikda yurib bitirib beradi. Xonadonlarimiz ish holatda topshiriladi. Devorlar, patrovlar rentmonturilgan, ugullari chiqarilgan, kommunal xizmatlar 100% yurib turibdi. Hammangizni qurilish kompaniyamizda kutib qolamiz.